O'zbekistonda yangilik. Drabilkani razavitl orqali yoqamiz. Undan keyin g'isht tashlaymiz, chilaka bloy, kaltaklar, g'o'zapoya, hammasi, hatto ho'l qamishgacha tashlaymiz do'stlar. Buzilmaydi deyaptilar. Agar buziladigan bo'lsa, bepulga berib yuboradilar. Kuzatib, like bosib qo'yinglar. Nimada buziladi? Kommentariyaga yozib esdan chiqarmasin. Qani ketdik, boshladik. Yo'qing aka, yurgizing. Boshlang aka, g'isht tashing. G'isht tashing aka. Chilaka bloy tashing aka. Chilaka bloy tashing. Drabilkaga baho berib bersa, kommentariyada like'lar bosishni esdan chiqmasin. Yog'och tashing aka. Bu dahshat. Yog'ochimiz ketdi mana. G'o'zapoyamiz ketyapti. Do'stlar, mehnatimizga like bosishni esdan chiqmasin. Kommentariyada ham nima qo'ysa buziladi yozib qoldiringlar. Dahshat chiqarsanlar, drabilkamiz baquvvat universal drabilka bo'ladi. Tinimsiz chiqaradi. Xohlagan razmerlaringda qo'yga salang, qo'yga, molga salang, molga. Ana akamiz hozir mayda-mayda rekalardi, yog'ochchalardi, daraxtni to'plarini tashlashni boshladilar akam. Qo'qmay tashaveradilar, chunki ishlariga garantiya beradilar akamiz. Bemalol bu narsalar qadar bundan yo'g'onlar bemalol chiqaraveradi. Somonni chiqaramizmi aka? Somon. Ha, suv ham chopib, suvni quyib yuboring aka. Mana suvni quyapti. Hech narsa bo'lmaydi. Nima deyapti? Akalar suvni quydik, nima deyapti? Somon chiqaraylik aka, somonni. Do'stlar, Everest nomli drabilkalarga kelganmiz. Xohlagan turlaringlar, maktab ishlarni, somon ishlarni hammasini chiqarib berilaveradi do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Maydalab chiqarishni ko'ryapsizlar. Qo'y bopdan, qo'y bop, mol bopdan bo'lsa, mol bopdan bemalol chiqarib beradi. Bo'ladi aka. Endi narigida qamish chiqarib beramiz. Narigida. Mana do'stlar, yo'qdik, har xil narsalar chiqardik. Somonni ham, ho'lini ham chiqardik. Mana qamishlarni, makapoyalarni sinovdan o'tkazgan drabilkamiz haqida yana ham batafsil ma'lumotni Dilshod akamdan bilib olamiz. Dilshod aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz Dilshod aka? Dilshod aka, necha xili bor bu drabilkalarimiz? Assalomu alaykum, chorvash quvozlar. Drabilkalarimiz 2 milliondan 3 milliongacha bor ekan. 2 milliondan 3 milliongacha. Misligi bor? Misligi alyuminga, kilovatiga qarab, materialiga qarab o'zgaraveradi aka. O'zgaraveradi. Xo'p. 2 millionligi qanaqa bo'ladi? 2 millionimiz 2 kilovatlik 3000 oborotlik motor. Listam mahaviga listam bo'ladi, pichoq aylanadigan ham listam bo'ladi. Endi qolganlari 2,5 milliondan tepalari rossiyskiy turbada, mana shu turbalardan kesilgan, qalin 8 mm dan 1 cm gacha qalinlikda bo'ladi. Ular ham motoriga qarab o'zgaraveradi. 3 millionligi qanaqa bo'ladi? 3 millionligimiz 6,5 kilovat, 3,5 ming oborot. Jigulini mahavigida 22 talik, xolasi 24 talik, 26 talik qilib beraveramiz. Jiguli mahaviyni ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana haqiqiy original Jiguli mahaviy bo'ladi. Bu listdan, ha, lista u ham 1 cm qalinlik. 1 cm qalinlik lista bo'ladi. Narxi bir xil, sifati ham bir xilmi? Sifati ham bir xil. Xolasa sal yengilroq bo'ladi, bu sal og'irroq bo'ladi. Xolasa mahaviy, xolasa listigini ham qilib beraveramiz. Listigidan qilib beraveramiz. Original bo'ladi. Bu ham 1 cm qalinlikda bo'ladi-da bu ham. Zo'r. Ha, 1 cm. Haligi 3 mm, 2 mmlik ham qilinyapti. Undan bas. Dilshod aka, pushka varianti bilan mana bunaqa variantni, to'rtburchak varianti narx farqi bormi? Narxida farqi yo'q. Bularda motorida farqi bo'ladi, materialda farqi bo'ladi. G'ildirak-g'ildiraksizlikda farqi-chi? Unda g'ildirak-g'ildiraksizlikda 50 ming razницasi bor. 50 ming razницasi bor. Tok o'ynaydigan joylar bor. Masalan, arendaga beradigan joylar bor. Bitta o'zi olib turib 10-15 ta arendaga berib beradi. Bunga qaysi birini tavsiya qilaman? Endi arendaga beradiganlarga alyumin tavsiya qilaman. Men o'zim ishni o'zim 5 ta arendaga chiqargan bo'lsam, hammasi alyumindan chiqargan va 1 yildan maqsad ishlab yuribdi. Nimaga desangiz, arendada tok har xil bo'ladi. Kimdadir pastroq joyda undalik tiqilish kuchaytirib, kuydirib qo'yish mumkin. Ya'ni arendaga beriladiganlar og'zini sal kichikroq qildirib qo'yilishi kerak. Og'zini sal kichikroq qildirib tiqilmaydi, o'sha me'yorida nima bo'ladi, ishlayveradi. Zo'r. Xo'p. Nechta odamga bitamda bepul qilib beraylik Dilshod aka biz obunachilarga? Bo'ldi. Nechta olsa bitta bepul qilib yuboramiz. 20 ta olsa bittasini bepul qilib beraveramiz. 20 ta olsa bitta bepul. Qo'llarini olib qo'yapman Dilshod akami. 20 ta oladigan bo'lsalar, mana nomimdan chiqib bittasini bepulga qilib yuboradi. Bundan tashqari bu O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramizmi? O'zbekiston yetkazib beraveramiz.
o'sha nima dastavkasi nimasi qilib kelish. Xo'p, bu 2 milliondan 3 milliongacha mashitdan narxi. Aha. Dastavkasi alohida kelishadi. Alohida. Dastavkasiga endi 200 ming, 250 ming bo'lib qoladi. Dastavka qilib yuboringni kartangizga pul tushirib bersa, o'zingiz arzon shopirlar topib jo'natib yuboraverasiz. Ya o'sha o'zi 200 ming, 250 ming arzon qilib. 200 ming, 250 ming. Ha. Zo'r. Do'stlar, bundan tashqari Dilshod akamda bunaqangi atrabonga yonadigan, keyin yana nimalarimiz bor Dilshod aka? Atala qozonimiz, atrabonga, garelka, xokkaga yonadigan uni olib qo'yishibdi hozir. Xokkaga yonadigan garelkalarimiz ham bor. Aha. Bular narxi nechi bu? Bular narxlarimiz, atala qozonlarimiz 1 million. Aha. Garelkalarimiz 700 mingdan 1 milliongacha. Bu ham motoriga qarab. Motorli bo'lsa 1 millionmi? Yo'q, motorini skoriga qarab. Skoriga qarab. Skori misol uchun bitta skorli bor. Ular 700 ming. Yana skorini har xil qilib xohlagan razmeriga oladiganlarimiz bor. Ular 1 million bo'ladi. 1 million bo'ladi. Yana ham batafsil agar nomeringizga aloqa chiqsa tushuntirib nima qilib beramiz. Pastga Dilshod akam raqamlarni qoldirib qo'yapman. Biz bermagan savollar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, Dilshod akamga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Optim narxda sifatli drobilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, joyini topib qo'ydim. Aloqaga chiqib ishlaymiz, turaveringlar. Dilshod aka rahmat. Bo'pti aka, sog' bo'ling.